bitta oilada bachadon bo'yin saratoni ayol kishida kuzatilsa, ham ma'naviy, ham mablag' tomonidan, ham ruhiyat tomonidan qay darajada qimmatga tushishini tasavvur qilib bilasizmi? Bachadon bo'yin saratoni skriningi bu nima? Bu nima? Albatta bu savolga bugun biz javob izlaymiz. Buning uchun oldin skrining masalasi nima ekanligini bilishimiz kerak. Skrining degani bu barcha aholi orasida qandaydir muammoli kasallik bo'lsa, o'shani saralash natijasida aynan yuqori xavfga ega bo'lgan aholining qatlamini aniqlab olish. Mana shu narsada skrining deb aytiladi. Ana endi bachadon bo'yning saratoni. Albatta biz bilamizki, bu o'ta xavfli o'sma hisoblanadi. Buni eng yomon achinarli qismi u indamasdan kech aniqlanadigan xususiyatlar bordir. Hozirgi kunda 2050-yilga qarab yiliga 1 million aholi aynan shu muammodan nobud bo'lishi oldindan aytilib turibdi. Bu nima degani? Bu 1 million aholining oilasi bitta ayolda shu muammo hosil bo'ladi degani. 1 million oila degani bu juda ham fojia. Siz faraz qilingki, oilada bitta ayolning kasalmand bo'lishi nimaga olib keladi? Uning oldindan o'zi uchun saraton degan tashxisni eshitishini o'zi o'ta ma'nan va ruhiyan cho'ktirishga olib keladi va ruhan cho'kkan ayolning oilaga qarash munosabati ham o'zgaradi. Farzandlariga beradigan mehrda o'zgarishlar bo'ladi va albatta bu oilani umuman psixologik jihatdan juda ham katta muammolarga duch kelishi ma'lum bo'ladi. Bilamizki, aynan shu tashxisni achinarli qismi ayollarda hech qanaqa belgisiz paydo bo'lganligi uchun birdaniga ayol kishi kech asoratli belgilarni namoyon bo'lgandan keyin shifokorga murojaat qiladi. Shifokor uni ko'rgandan keyin bachadon bo'yin saraton tashxisining 3 va 4 darajasini qo'yadi. 3-4 daraja degani bu tarqalib barcha bachadon bo'yining atrofidagi a'zolarga tarqalib va tezda butun organizmni zaharlashga o'tib ketadigan qismi hisoblanadi. Achinarli qismi shundaki, davolash natijasida faqatgina 60% 5 yillik yashash muddatiga uzaytirilishi mumkin.